Hey, what's up everyone? Inglizlar kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan bugun do'konda savdolashish mavzusida kerakli bo'ladigan inglizcha iboralar, so'zlarni o'rganamiz. Pul bilan bog'liq inglizcha so'zlarni bir qator ko'rib chiqsak. Money, pul. Price, narx. Cash, naqd pul. Change, qaytam. Discount, chegirma. Expensive, qimmat. Cheap, arzon. Coin, tanga. Receipt, check. Free, bepul. Bu so'zlarni albatta ko'pchiligini o'zingiz kundalik hayotingizda eshitgansiz. Money ni ko'pchilik bilsa kerak. Cash, naqd pul. Discount, ya'ni diskont deb qo'yishadi. Chegirma hayotimizda ko'p qo'llaniladi. Coin misol uchun Telegramda Toncoin tangasi bor, ya'ni tanga degani. Free degani bepul. Ya'ni bu so'zlarni ko'pchilik bilamiz, lekin bularning inglizcha yozilishini, o'qilishini bir qator ko'rib qo'yganimiz ma'qul va takrorlab olganimiz ma'qul. Endi bozorda bozor bilan bog'liq inglizcha so'zlarni ko'radigan bo'lsak, bu yerda xatolik bo'lib qolibdi, da qo'shimchasi. Market, bozor. Seller, sotuvchi. Buyer, xaridor. Size, o'lcham. Color, rang. Bag, paket. Credit card, bank kartasi. Endi tovar qidirish va savdogardan so'rash bo'yicha iboralarni ko'rib chiqsak. Can I help you? Sizga qanday yordam bera olaman? Bu gapni do'konga kirganingizda sizga sotuvchi aytishi mumkin. Ya'ni sizga qanday yordam tegishi mumkin deb turib. Cho'ntagingizda pulingiz bo'lmasa yoki shunchaki ko'rgani kirgan bo'lsangiz, shunday deysiz. I'm just looking, thanks. Men shunchaki qarayapman, rahmat. Endi biror narsani qidiryapsiz, shu narsani so'ramoqchisiz, nima qidirayotganingizni. Where can I find, misol uchun bu yerda shlyapa bo'lsa, hat. Where can I find a hat? Qayerdan shlyapa topsam bo'ladi? Where can I find, misol uchun to'p bo'lsa, a ball. Where can I find a pen? Ruchka. Ruchkani qayerdan topsam bo'ladi? Where can I find let's say book? Qayerdan kitob topsam bo'ladi? Ya'ni bu iboradan keyin, frazadan keyin nimani qidirayotganingizni so'raysiz. Keyingi jumlamiz Can I try it on? Can I try it on? Ya'ni buni kiyib ko'rsam bo'ladimi? Aytaylik, kiyim do'konda shunday deyishingiz mumkin. Can I try it on? Kiyib ko'rib, mosligini tekshirib ko'rsam bo'ladimi deganda ishlatasiz. Bu endi o'sha ko'ylak yoki futbolkalarni boshqa hajm yoki rangda bormi, yo'qmi deb so'raganda aytiladigan gap. Do you have this in a different size? Or do you have this in a different color? Ya'ni bu narsa sizda boshqacha razmerda bormi? Ya'ni size boshqacha razmerda bormi? Yoki do you have this in a different color? Buni boshqacha rangi bormi? Bir qator ovoz chiqarib o'qib ko'ring. Men o'qiyotganimda so'zlarni ulab oryapman. Ya'ni do you have this in a different size? Do you have this in a different color? Xuddi shunday siz ham avval do you have this in a different size deb turib o'qib, bir-biriga qo'shib tezroq o'qishga harakat qilib ko'ring va shu tarzda yodlab oling. Do you have this in a different size? Do you have this in a different color? Endi chegirma, xarid va savdolashishga oid jumlalarni ko'rib chiqsak, o'sha eng ko'p ishlatishimizga to'g'ri keladigan jumla How much is this? Bu necha pul turadi? How much is this?
Bu narsani har qanday savdo do'koni yoki joylarda sotib olsa bo'ladi, joylarda ishlatsangiz bo'ladi. Endi chegirma so'ramoqchimiz, ya'ni kami bormi deymiz-ku. Is there a discount on this? Bu narsani kami bormi? Bunga chegirma bormi? Is there a discount on this? Bu jumladagi is there so'zlarini o'tgan darsda there is there are mavzusida o'tganmiz. Ya'ni bor so'zini bormi degan savol shakli. Ya'ni ikkalasining joyi almashgan shakli savolga aylanadi. Is there? Endi so'raymiz, karta o'tadimi degan ma'noda. Do you accept credit cards? Do you accept credit cards? Ya'ni o'sha plastikka, bizda plastik karta deyiladi, chet elda kredit karta ishlatishadi. Deyarli hamma shu bank kartalarini qabul qilasizmi deb so'rasak, do you accept credit cards? Endi mana biz o'zbeklarga ayniqsa yoqadigan jumla kami bormi, yana ham narxni tushirib bera olasizmi degani. Can you lower the price? Can you lower the price? Kami bormi, ya'ni narxni tushirib bera olasizmi degani. Endi biror narsa juda qimmat bo'lsa, that's too expensive. That's too expensive. Bu juda qimmat deyishimiz mumkin. Savdolashayotganda oxirgi narx, ya'ni bo'ladigan narxi nech pul deb so'rasak, what's your final price? What's your final price? Oxirgi narxingiz nech pul? Bo'ladigan narxi nech pul degani. Keyingi so'zimiz narxni kelishi bo'lgandagi jumla deal, kelishdik. Deal, kelishdik. Va qo'lni qo'lga berib o'sha xarid amalga oshiriladigan holat. Endi dialoglar tuzib ko'raylik. Misol uchun kiyim do'konidagi holat. Sotuvchi aytadi: "Can I help you?" Sizga qanday yordam bera olaman? Xaridor: "Yes, do you have this in a different color?" Ha, buni boshqa rangdagisi bormi bu narsani deyapti. Ya'ni bu kiyim do'konida o'sha kiyimni boshqa rangdagisi bormi? Different degani boshqa degani. Color rang, boshqa rang. Yes, we have blue and black. Ha, bizda ko'k va qora ranglari bor deyapti. Xaridor: How much is this? How much is this? Bu nech pul turadi? So'rayapti. It's $40. It's $40. Bu $40 turadi. Xaridor so'rayapti. Can you lower the price? Can you lower the price? Narxni tushirib bera olasizmi? Sotuvchi aytadi, "Okay, $35 for you." Mayli, siz uchun $35. Xaridor esa so'nggi nuqtani qo'yadi. Deal. I'll take this. Kelishdik. Men buni sotib olaman. Deal. I'll take this. Xuddi shu tarzda dialogni bir qator o'zingiz xayolingizda bir-bir bilan gaplashtirib ko'ring. Ya'ni shu dialogni qaytarib gapirib ko'ring, albatta ovoz chiqarib. Shunda sizda o'sha situatsiya, ya'ni holatga tushib o'zingizda his qilib ko'rish imkoni bo'ladi. Yana boshqa bir situatsiya, ya'ni holatni ko'raylik. Oziq-ovqat do'konida boshqa dialogni ko'ramiz. Xaridor so'raydi: "Where can I find apples?" Where can I find apples? Qayerdan olmalarni topsam bo'ladi? Endi rasmda tagida ela turibdi ekan, endi mayli. Sotuvchi aytadi: "Right here, fresh today." Shu yerda mana bugun keldi, ya'ni fresh degani svejiy deymiz-ku. Yangi mana deyapti. Xaridor: "How much is 1 kilo?" 1 kilo, ya'ni 1 kilogrammi nech pul turadi deyapti. Sotuvchi javob beradi: "It's $3 per kilo." Per so'zi bu yerda kilosi uchun, ya'ni uchun so'zida kelyapti. Ko'pincha biror narsani sanaganda ishlatiladi, ya'ni donasi $3 Keyin xaridor javob beryapti: "That's too expensive. Is there a discount?" Ana yuz tuzilishdan ham bilib turibsiz. Yoqmagani, bu juda ham qimmat-ku. Chegirma bormi? Okay, $2.50 for you. Okay, senga $2.5 beraman deyapti.
Shunaqani o'qiyotganda 2.50 deb o'qiymiz. Xaridorga bu narx ma'qul keldi. Deal, I'll take 2 kilos. Kelishdik, men 2 kilo olaman. Sotuvchi javob beradi. Here you go, thank you. Mana rahmat deyapti. Endi bu dialogni ham o'zingiz boshidan qaytarib, ya'ni o'sha sotuvchi va xaridorning o'rniga o'zingizni qo'yib, ovoz chiqarib, qaytarib, eshitib, gapirib ko'ring. O'zingiz ham shunday holatlarga tushsangiz qanday bo'lardi? Nimani xarid qilishingiz mumkin edi? Shuni bir xayolingizda o'ylab, shunday tekst tuzib ko'ring. Sizga bunda Google, ya'ni Google hozir sun'iy intellektlar juda ham foydali. Shunday situatsiyalarda qanday gapirish, qanday gaplar tuzishda yordam berishi mumkin. Darsimiz sizga yoqqan bo'lsa, uni do'stlaringiz bilan ulashing, videoga like bosing va izoh qoldiring. Bu juda ham muhim. Bu videolarimiz, ya'ni topga chiqish uchun deydi-ku. Topga chiqib, iloji boricha kanalimiz rivojlanishi uchun bu muhim. Va albatta ingizdan kanalga obuna bo'ling. Obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar soni ham ko'p ekan. Shu narsani to'g'rilashimiz kerak. Iltimos, kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan keyingi darslarda ko'rishguncha see ya.